Tezda makiyaj qilamiz, zaodno erlarimizni g'iybat qilamiz. G'iybatmi, хотя бы suhbat deyin. Lancome tonalkasi. Такой кремовый мусс. BBCC da. Qo'sh nimalar berasiz bizga endi? Xo'jayinimga ko'p reelslar olsam, ularni olsam umuman yoqmaydi. Bizda ham xuddi shu problema. Mayli, aldamang. Nimagadir hamma o'ylaydiki, что jon deb tushib beradi. Bilasizmi, men yalinaman, iltimos deb. Bir xil payt shunaqa bo'ladiki, o'zlari kamera qo'yib qo'yadilar, lekin o'zlarini tushirmaydi, chunki yomon ko'radilar video uchun. Mani ko'p olsang, keyin ko'z tegadi deydi. Kecha menga shunaqa dedilar. Munosabatlarimizga, keyin ishimga ko'z tegadi. Bolani ham qo'ymagan. Men bloger bo'lgandan keyin nimani ko'rsatay, faqat o'zimni ko'rsatmayman. Lifestyle bizda. Uzr endi. Dior concealer. Contouring. Сделаешь? Давай. Kontur. Pastamni so'rayman-da. Qanaqaman sevib qolgansiz deyman-da. Ko'plasan kuydilar-da, indamadilar. O'sha kuni kech payt aytdilar menga. Ondan so'rading-ku, qanaqa sevib qolgansan meni deb. Короче, men seni sevib qolgan paytim soching uzun, tekis edi deydilar. Bitta reelsda ko'rganman. Aman prirodam bo'yicha kudryavman-ku, jingali sochlarim. Nima qilayin desam, tug'vagin keratin qildiramiz deydilar. Ko'pchilik erkaklarga endi primoy soch yoqadi. Menerimga ham jingali soch yoqmaydi. Серьезно. Aman yoqadi, объемный укладка chiroyli bo'lib tursa. Мы их любим как есть. Да. Там Да. zalga boring, ozing, Ana etishib o'zingizga qarang. Biz qizlar har doim qanaqadir minuslarimizni topamiz. Да. O'zimizda. Meni erim ertalab mana oynaga qarab, "Какой красавчик" deb ishga ketadilar. Shu vechna mani tuklarimga yopishadilar. Bir aytuvdilar, qo'llaringga tuk yoqmaydi deb oldirib tashuvdim. Endi soching tekis bo'lsin deyaptilar. Borimcha ash ko'rmas ekansiz-da, jonim. Narsa bloger bo'lgandan keyin biz faqat chiroyli, baxtli onlarni ko'rsatamiz. Hamma o'ylaydi, voy, ularda shunaqa Har doim ideal, baxtli deb o'ylaydi. zo'r, hamma narsa ruxsat beradi, urishmaydi, podarka qiladi, har doim restoranga olib boradi. Тоже problema, тоже ругаемся. Men misol uchun shunaqa narsalarni ko'rsatmayman. Men ham ko'rsatmayman va ko'rsatmayman degani bu narsa bizda yo'q degani emas, chunki hech kim yomon tarafini ko'rsatgisi kelmaydi. Yaxshi tarafini olib chiqamiz, чтобы kimdirga o'rnak bo'lsin deb. Uydagi janjalni ko'chaga olib chiqmaysiz-ku, hamma bilsin deb aytdim, faqat yaxshi taraflarini ko'rsatamiz. Bitta menga juda ham yoqmaydigan narsa bor. Xo'jayinim gapga yoki do'stlari bilan ko'rishsa, do'stlari gapiradi. Kamroq xotining bilan videoga tushgin, spaga olib bormagin, restoranga olib bormagin, xotinimiz urishyapti bizani. Erimga bu ta'sir qiladi, bilasiz. Bizda ham xuddi shunaqa tema. Xotiningga gullar beravermagin, meni xotinim menga yuborib, keyin siz bermaysiz deydi. Ular meshivаться qilyapti birovni hayotiga. Yoki sizlar ham xotinlarni xursand qilinglar. В чем проблема? Janjal bo'lsa hammaga qiziqda. Ismi nima? 2 qat bo'lgan sarim rashk qotdilar meni. Rostdan, imенно 2 qat o'tadi. Imенно 2 qat qorningiz bilan keyin. Xo'jayinim rashk qiladilar, lekin yaxshi gap bilan ko'ndirib, xitri bo'lib, inogda ruxsat olaman nimadir kalta kiyishga, ochu o'zi menga yoqadi shunaqa stil. Onam aytuvdi, erga tegin, cho'q xohlaganingni cho'q. Bu yolg'on. Bu katta yolg'on. Kalta kiyish, ochoq kiyish yaxshi ko'raman, obligatsiya yaxshi ko'raman. Yo'q demaganman, chunki qo'rqitvormaydiganman-da. Endi sekin mana yo'dishni boshlayapman deydilar. Taqimcholarim Yulduzcha Jewelry magazinidan. Bu Barnona onasining magazini. Sifati zo'r. Обязательно зайдите, подпишитесь. Почти хамма. И закажите. Да, закажите. У меня почти хамма серебро, была Пандора. Догама здесь даже не знаю, как Когда я была в Дубае. О, да. А у нас в Дубае, знаете? Свидание chiqib turasizlarmi? A кто инициатор? Siz chaqirasizmi, uni chaqiraman? Как думаете? Инициатор kim? Sizlarda kim? Men. Нет. Bir xil payt erim o'zlari ham telefon qiladi. 2 minutda bo'laman tayyor bo'lib turdi. Shunaqa приятный bo'ladi. Конечно, приятно. Erim menga iPhone podarka qildi. Kimdir yozadi, maqtanchoq, kimdir, "Oy, ну и что iPhone?" Men uchun bu qadrli. Даже kichkina gul bo'lsa ham, shokoladka o'zlaridan o'zi внимание qilsalar, men uchun bu juda ham. Конечно. Menga hali hech kim iPhone podarka qilmadi. O'zimga o'zim olib beraman jonginam. Qoldi sizda? Menda hozir xayolatir kiyindim. Diorlar. Yaqinda oldim o'zimga o'zim. Aytgancha sizlar alohida turasizlarmi birgami? Biz alohida turamiz kvartirada, lekin endi erga tegganimda biz birga turganmiz. Uzoq aytganimizda 2 yil. Nima? И to'g'risini aytsam, chiqib ketganimizdan keyin munosabatlarimiz Oyjonim bilan еще лучше stali. Eringiz bilan yaqinroq, erim bilan тоже. Men o'ylaymanki, baribir ham yoshlar alohida turish kerak deb o'ylayman. Siz отдельно turasiz. O'zingiz juda ham chiroyli ko'rsatasiz. Rahmat. Erim remont Sentrda. И отдельно tursangiz, более ответственный bo'lasiz baribir. O'zingiz qaraysiz uyingizga, bozoringizga, to есть ota-onangiz bilan tursangiz, baribir erkalanib ketar ekansiz. Berishadi, svetga to'la berishadi. Erlar ham shunaqa mas'uliyat yaxshiroq o'ziga oladi. Tayyor. Meniki ham spray qoldi faqat. Hali jonim atak boricha yaxshi ko'raman sizni men. Sog' bo'lsin, baxtimizga bor bo'lsin. Bobur aka, I love you. And this is our final look. Kommentariyada fikringizni yozinglar. San eringlar qanaqa qiladi?